Bormi Oxunjon? Mana hurmatli podpischilar, qadrdonlar, yangi obyektimizda ish boshladik. Bu uylarni pollarini sug'urib, zasipga qilib, yangidan remont qilamiz inshaalloh. Qirolbek ham mana urinib yotibdi. Bat hammom bo'ladi, xudo xolasa. Plastikdan qilib 2 xonali hammom bo'ladi. Unitaz, kir mashina, rakvina, hamma sharoitlariga, qulayliklarga ega bo'lgan hammom. Pollarini ko'klik qilib, xudo xolasa zamonaviy oshxona deydimi? Bat aslida oshxona bo'lar ekan. Ichkari oshxona, kiraverishi, o'tiradigan xona va bu tarafda hammom. Kanalimizni kuzatib borishda davom etinglar. Seydillo ham mana qilyapti. Sog' bo'linglar.